tekinga mana shu mashinani berib yuboraman deyishyapti. Aka, bunga qancha pul ketgan? 3 oycha vaqt ketdi. Undan tashqari 10 ming dollardan ziyod pul sarflab qo'ydik. Xudo xohlasa mana shu mashinani obunachilarimizga tekinga berib yubormoqchimiz. Hech qanaqa homiylar yo'q. Avto premium bilan eng arzon qarshi mana shuni o'zi shu holatga keltirdik. Xudo xohlasa detalli kamchiliklar bor. Kamchiliklarni hammasini tugatib tekinga berib yuboramiz. Gap yo'q. Mashina Nexia'ga shunchaki maza qildim, ham qarang. Diskalar. Mana diska. Mashinaning rangi hozir endi bilmayman, quyosh tushmayotgan ko'rinmayapti. Hamilyon. O'zbekistondagi bir dona rang. Nima deb yozilgan texpasport? Texpasportda Chorniy Raduga o'rdirdik. Bu ancha qiyin bo'ldi, lekin maslahatlashib shunaqa qarorga keldik. Texpasportlari ham Chorniy Raduga. Chorniy Raduga. Srochniy aktiv bo'lasizlar. Rostagasini berib yuborishadi. Men suhbatlarni oldim. Men aniq aytaman, mana shu hech qanaqa soxtagarchilik bo'lmaydi. Realniy obunachilik berib yuboriladi. Orqa rakurs bilan nomerni ham ko'rsatib o'rsangiz aka. Voydod, nomeri qarang. 70A007 James Bond. Gap yo'q shunchaki. Obuna bo'lishga arziydi deb o'ylayman. Haqiqiy aktivni ko'rsatib berishsa, mana shu mashina obunachilarimizga tekinga berib yuboramiz. Bitta like bosib, maksimum hamma yaqinlaringizga tarqatib tashlang. Kommentda belgilab tashlang, mo'ng'illatib. Mana shu mashinani bitta vaqtli odam yutib oladi.